Diqqat, Shahlo xonim milliy iftixor mukofotiga loyiq deb topildi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchi. Shu kabi muhim yangiliklardan xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini ham bosib qoldirishni unutmang. 22 dekabr kuni Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida tashkil etilgan xalqaro ilmiy-amaliy ko'rik tanlovining 18-turi bo'lib o'tdi. Mazkur nufuzli tadbirda aktrisa, boshlovchi va xonanda Shahlo Norova milliy iftixor nominatsiyasi bo'yicha mukofotga loyiq deb topildi. Ushbu mukofot vatanparvarlik, jasorat, sadoqat va fidoyilik kabi yuksak fazilatlarni targ'ib etish, shuningdek yosh avlodni milliy g'urur va ma'naviy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga munosib hissa qo'shgan shaxslarga topshiriladi. Tashkilotchilar Shahlo xonimning ijodiy va jamoatchilik faoliyatini aynan shu mezonga mos deb baholagan. Mukofot tantanasidan so'ng Shahlo Norova o'zining Instagram sahifasida ushbu quvonchli voqea haqida post joylab, ichki kechinmalari bilan o'rtoqlashdi. To'xtamasdan harakat qilgan inson albatta natija ko'radi. Bugun mukofot, ertaga yanada katta maqsadlar sari, deya yozdi aktrisa. Muxlislar va hamkasblar Shahlo xonimni ushbu e'tirof bilan qizg'in tabriklab, unga yangi ijodiy safarlar tilashdi. Ko'pchilik bu mukofot uning faoliyatiga berilgan munosib baho ekanini ta'kidladi. Hurmatli tomoshabinlar, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.